Videoga tutorial. Bizga ikkita kadr kerak, bittasi o'zimiz, bittasi qo'limiz. CapCut ilovasiga kiramiz. Birinchi o'zimiz bor videoni tanlab olamiz. Ustiga naложениyani bosib, qo'limizni videosini tanlab olamiz. Настройкasidan oxiriga o'tib, aynan mana shu удалить fonni bosib, avtoudаление menda bor. Xohlasangizlar, sizlar qo'lda qilsanglar bo'ladi. Avtoudаление qilib olasizlar va o'zingizga qulay joyga to'g'rilaysizlar. To'g'rilaganlardan keyin настроить bo'limiga kirib, кривые, ya'ni o'sha yerda ranglarni to'g'rilasanglar bo'ladi. O'shani oqqa tepaga surib qo'yasizlar. Qilgan videoinglar oq bo'lishi kerak qo'linglar. Menda qo'limda tagida qora joy ko'rinib qolgan, o'shani hozir qirqib tashlaymiz. Videoni pastida kadrирование degan joyi bor, o'shadan olib, o'sha qora bo'lib qolgan joyini kesib tashlaymiz. Kesib tashlaganimizdan keyin настроить bo'limiga kiramiz, яркостьni bosamiz, uni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Keyin effekt video degan joyga kirib, dreamy light degan effektni videolarga to'liq qilib qo'yib olasizlar. Bizda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Zvukka kiramiz, o'zingizga o'sha kerakli bo'lgan zvukni birorta videolardan olasizlar. Keyin shunaqa qilib, zvukdan ortib qolgan videolarning qolgan qismini kesib tashlaysizlar. Shu bilan bizda videomiz tugaydi. Qimirlab turadigan effektlarni o'zingizlarning xohishingizga qarab, xohlaganinglarni qo'yib olasizlar. Men просто shunaqa qilib qirqib chiqqanman. Bitta joyi qayta takrorlanishi uchun. Keyin bu meni birinchi tutorial videom. Qanaqadir xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr.